Assalomu alaykum, Pavlon ishqibozlari. Bugun mana 12-noyabr 2025-yil. Pavlonyalarimiz bargini to'kkan va tepalarga ko'rsating. Xohlasa bargi qolmadi. Mana oxirgi baylari, uje sovuqdan keyin baylari to'kilib bo'ldi. Ko'chirishni boshladik. Mana lemuxda, xohlasa. Bismillahirrohmanirrohim. Tomonlar ham katta bo'lganda. Tomonlar. 2-avgustdan beri suv qo'yilmaganda bularga. 3 oydan oshib ichmagan. Tomonlar xudo xolasa mo'shin. Aynan tom o'zilmadi. Mana bo'yi ham 4 metr 5 metrli. Mana. Mana hozir ko'chirayotganimizni ham ko'rsating-da. Mana bu boylab bulardi. Ve yurib kelavering. Mana bularni boylab hozir Yazamon Farg'ona viloyati Yazamon tumani xalq ta'limiga xudo xolasa 250 dona, har kuni 250 donadan qilib berib turadigan bo'ldik. Yashil makon loyihasi bo'yicha agar yana kimga shunaqa ko'chatlar zarur bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar bo'ylari. 20 ming dona ko'chat kerak, xudo. Ko'chat bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xohlasangiz kesib jo'natib beramiz. Plantatsiya buni bir donasini narxi 12 ming so'mdan 30 ming so'mgacha qilib beryapmiz bo'ylariga qarab. Davom etamiz. Alalım. Hani boyun görelim. Alayım ki. Koyuyorum oğlum. Ana küçükler. Bu tarafta kadar video olsaydı bu başta çünkü bu başta tezgah taraftan yapıyoruz. Bu tarafta küçük uzunluğu oho. Yetti yani şimdi. Tanası pişiren bunlar. Yolda baylar yürüp çıkılgan. Birer de onun içinde kahve içmemişleri. Yok. Orada bittikçe çıkardı. Eğer tanap pişmiyor olsa bana kabul eder. Bitta 2 tane qo'yib ketyapmiz. Shuning uchun ko'chat olishda adashmanglar. Bittaga olgandan keyin qurib olib sharmandagarchilik bo'lmasin. Ko'chat yo'g'onliklari. Stollar. Baylar to'kilyapti, xohlasa. Oylab chiqyapti. Tomirasi bejik ko'chirilyapti. Bu ko'chirtirib qo'yilgan yo'q. Zakaz bo'yicha sirasi chiqariladi. Mana shablon. Skotchlar ikkita joydan. Chiroyli qilib beryapmiz. Ko'chatlar ko'chirib bo'ldi, endi yuklash jarayoni. Tomirlari. Mana bo'ylar. Farg'ona viloyati Yazamon tumani xalq ta'limi Yangi O'zbekiston yashil makon loyihasi bo'yicha 250 dona boshlanishi olib ketishyapti, xudo xolasa. Bugun 12-noyabr 2025-yil. Mana mashinadan ko'chirib chiqdik, xudo xolasa.